Bu inson o'zbek adabiyotida yangi davr boshlab bergan buyuk adibdir. Abdulla Qodiriy 1984-yil 10-aprelda Toshkent shahrida tug'ilgan. U yoshligidan ilmga chanqoq bo'lib, o'z ustida tinmay ishlagan, yozuvchi, jurnalist va xalqparvar inson sifatida tanilgan. Abdulla Qodiriy o'zbek adabiyotining buyuk namoyandasi, yozuvchi va dramaturg. U o'z asarlari orqali millat hayoti, tarix va muhabbat mavzularini yoritgan. U o'zbek adabiyotida roman janriga asos solgan buyuk ijodkorlardan biridir. Uning mashhur asarlari O'tgan kunlar va Mehrobdan chayon. Bu asarlarda sevgi, sadoqat va xalq taqdiri yoritilgan. Afsuski, Abdulla Qodiriy 1938-yilda repressiya qurboni bo'ldi. U nohaq jazolandi, ammo uning nomi va ijodi abadiy yashab qoldi. Abdulla Qodiriy xalq qalbidan joy olgan buyuk adibdir. Uning asarlari bizni o'tmishimizni anglashga, qadriyatlarimizni asrashga chorlaydi. Bugun Abdulla Qodiriy asarlari millionlab kitobxonlar qalbidan joy olgan. U o'zbek adabiyotining faxri va millatimiz iftixoridir.